Assalomu alaykum. Obyektimizga armatura tushirib oldik. Mana bu 12lik, 16lik, 14lik armatura. Bu yerda hozir ko'pchilik sex bilan zavodda armaturasini ajrata olmaydi. Hozir sizlarga obrazes qilib olib keldim. Mana bu sexda armaturasi. Mana bu sal ko'proq bo'ladi, yalpoqroq bo'ladi. Zavodda armaturasi mana bunaqa dumaloq bo'ladi. Keyin rangi ham yaltiroqroq nisbatan. Mana bu rangidan qanday ajratsa bo'ladi? Men qo'limdagilar hammasi sexda armaturasi. Keyin yana farqi mana bunaqa uz degan yozuvi pechati bo'ladi. Hamma Begabotda armaturasi uz degan, keyin qanaydir Toshkent armaturasida ham chirchiqmi o'shanda ham shtambi bo'ladi o'zini. Mana bularda ko'pida shtamb bo'lganda ham 12lik armatura 10,5, 11 chiqadi mana bu diametri. Bularda 12 mi 12 chiqadi. Ajratsa bo'ladi. Bu qo'limdagi sexda armaturasi. Bundoq qaraganda ikkalasini razmeri 2 xil. Shunda mana bu 12 Begabot zavodniki, mana bu 12 sexniki. Do'stlar, mana sexlardan ham uz degan pechatlar chiqadi. Bitta farq emas, 3 ta farqni ham o'rganib olinglar. Chunki 3 tadan bittasini qilib qo'yadi sex.